Rahmat. Sog' bo'linglar. Qochinglar endi men yo'qri. Voy dod. Assalomu alaykum Navruzmo. Bo'ldimi? Ha bu tuman bu osmonga tush desam qalbinglarga tushib qolibdi-yu bu. Men boshqatdan chiqaman men hozir. Ketdi mana. Voy o'ng qaranglar. Assalomu alaykum Navruzmo. Sekin tumanni chiqarib oldim mana. Hamma yaxshimi? Voy balkon tomon. Balkon tomon eshitdinglar. Balkonda ovozim bilan kelmaydi, shuncha mana. Oldi qator deylar. Ana. O'ng qo'l tomon deylar. Yaxshi baqirsanglar sog' bo'ladi. Chap qo'l tomon. Ana. Endi bizni Andijonda yangi yilda qanaqa kutib olishini butun dunyo his qilsin. Butun dunyo mana shu Navruz Molga to'plangan odamlarda eshitib, Navruz Molda men uchun konsert bo'lyapti shekilli deyorsin. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Navruz Mol sog'misizlar? Voy rahmat, sog' bo'ling, umringlar uzoq bo'lsin. Kelayotgan 2026-yil hammanglarga qanaqasiga bo'lsa shunaqasiga kelsin. Kim qanaqa niyat qilgan bo'lsa, shunaqasiga kelsin degan ma'no bu. Kimdir yaxshi niyat qiladi, uylanay deb bo'ydoqlar. Deydi yo'qadi. Kimdir yana niyat qiladi, yerga tegay deb. Deydi qizlar. Aynan. Kimdir yana niyat qiladi. Sizlar deydi. Umringlar uzoq bo'lsin. Bugun Navruz Molda, bugun yurtimizda ajoyib konsert shou dasturini xudo xolasa sizlarga mana shu Navruz Molning sahnasida turib xudo xolasa sizlar tomonga taqdim etamiz inshaalloh. Bugun sizlarga tayyorlab qo'ygan ajoyib konsert shou dasturimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Boy ochishni men ochganim boshqa. Chunki davramizga taklif qiladigan mehmon san'atkorlarimiz juda ham ko'p, xushovoz xonandalarimiz juda ham ko'p. Eng muhimi, aktiv bo'lib o'yinga tushib, xursand bo'lib, adrenalinda mana shu qolganlarga ham tarqatib olganlarga sovg'a salomlarimiz bor. Hammaga sovg'a yetadi xudo xolasa. Endi sovg'ani berishga ham yo'llari bor. Bir tikda qiyinchiliklari bor. Ya'ni osondan oson bo'lib qolmaydi, chunki biz nimaga Andijonning bolasimiz. Shuning uchun kayfiyatlar yaxshimi? Bo'lib qoldi. Birov chaqirsalik erinib qaraydi. Bir bola, masalan, Dostonbek deydi. Yo'q, wow deylar. Kayfiyatlar yaxshimi? Maza qildi, endi mashirim to'ldi. O'zingizlar bitta qartacha olinglar.